Bazara Nexia qaratgan adam şu Nexia'ni görmeyince ötmen o'tdi. Noldan egasi haydiman deb proyekt etib taxlagan, yaxshi niyatlar bilan. Hozircha planlarni o'zgartirib turgan uchun sotacak. 2010-yilda ishlab chiqarilgan yurtturganlarimizning yaxshi rasxot etilgan. Krellargacha shumkalari bor, sportivniy diskalar qo'yilgan, bosh yumshoq balonlari bor. Yechimda kamisi yo'q, yine Lasetti sideniyalar. İçeride bir 1800 bir приятный tuttu maşın. Şimdi heyde gideyim. Onlar ham almashlangan. Pianinlar. Barlari qo'yilgan yana 12'sinikinden. İçinde rasxoti yo'q. Shuncha bona kerak beklanadi ekan. Krellargacha shuncha bo'lgan. Kimga qiziq bo'lsa, bahosini 60 milyon aytdilar. Kommentariyada nomer bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa yana.